Bizning markazning boshqa markazlardan afzalligi olasiz. dars jarayonida onajonlarimiz ham ishtirok etishi. Ikkinchi afzalligimiz har bir bolaga alohida xonalarda dars o'tiladi. O'ziga mos mutaxassislarimiz shug'ullanadi. LFK, LFK, sensorniy integratsiya, neyropsixologiya darslariga alohida pul to'laysizlar. Bizning uchinchi afzalligimiz hamma mashg'ulot bitta darsda o'tiladi. Markazimizning afzalliklarini shogirdlik kursida o'qiyotgan shogirdlarimizdan ham so'rab ko'ramiz. Sizlarni shogirdlik kursimiz sizga yoqadimi? Afzalliklari qanaqa? Shuni aytib bersangiz. Boshqa markazlardan farqi asosan onalarni mashg'ulotlarga kirishi, ularning yonida bolajonlarning ham kirishi, ya'ni opa-ukalarning kirishi menga juda yoqdi. Yana Munisa Alijonovnaning yana boshqa logopedlardan farqi har bitta dars mashg'ulotiga ko'proq, masalan 45 minut emas, 1 soat, 10-15 minutni ko'p qo'shib berishlari juda yoqdi. Bu kollektiv juda zo'r, juda ahil va menga eng yoqqan joylari bu yerdagi hamma odamlar bir-biriga juda to'g'ri munosabatda bo'lishadi. Menga markaz shogirdlik kursini yoqayotgan tarafdan bittasi onalarni birga ishlashi, ustozi hamma narsada bizda hech nimani bekitmasdan dars o'tib berishlari va hamma aktiv baravar qatnashishi. Keyin men ayniqsa vaqtimni to'g'rilab berayotganlar juda ham yoqadi, chunki men ertalab ishlayman va menga vaqtini har doim o'zimga vaqtiga to'g'rilab beryaptilar. Undan juda ham xursandman.